Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Bizni qo'llab-quvvatlash maqsadida sahifamizga hoziroq obuna bo'ling hamda hikoyani davomini birinchilardan bo'lib tinglashni istasangiz, hoziroq kommentariyada qadab qo'yilgan link orqali o'tib, Telegram sahifamizga obuna bo'ling. Telegram sahifamizda bundan-da qiziqarli, bundan-da manfaatli hikoyalarni ham topishingiz mumkin bo'ladi. Hoziroq Telegram sahifamizga obuna bo'ling. Haqiqatan ham deraza ochiq. Shirinning bir necha soat oldin kiygan kiyimlari yerda. Xuddi kimdir uni majburlab olib ketgandek ko'rinardi. Eng dahshatlisi, xonadagi oyna ustida qizil lab bo'yog'i bilan birgina so'z yozib ketilgandi. Qasos. Yasinning boshi aylandi. U Shuhratga nima deyishni bilmasdi. Italiyada to'y tantanasi bo'layotgan bir paytda eng ishonchli omonat Shirin o'g'irlangandi. Kim? Qanday qilib? Yasin darhol mehmonxonaning xavfsizlik xizmati nazoratchilariga qo'ng'iroq qildi. Ammo u bitta narsani tushunib yetdi. Bu oddiy o'g'irlik emas. Buni yoki Shuhratning qadimiy dushmanlari yoki hali ham o'yinni tark etmagan Shahnur qilgan bo'lishi mumkin edi. Ayni shu daqiqalarda Italiyadagi bazmning qoq markazida Shuhratning telefoniga notanish raqamdan video keldi. U videoni ochganida Shirinning og'zi bog'langan, ko'zlarida yosh bilan qorong'u bir joyda o'tirganini ko'rdi. Kadr ortidan esa sovuq, tanish ovoz eshitildi. Sen taxtingni va yangi xotiningni tanlading. Men esa o'zimga tegishli bo'lgan narsani qaytarib oldim. Endi Shirin bilan bizning o'z to'yimiz bo'ladi. Shuhratning qo'lidagi qadah yerga tushib ming bo'lakka bo'lindi. Uning qarshisida turgan Yelena hayron bo'lib qaradi. Ammo Shuhratning nigohida o'lim nafasini ko'rib, gapirishga botin olmadi. Italiyadagi dabdabali to'y tantanasi Shuhrat uchun haqiqiy jannat emas, balki qonga botgan tuzoqqa aylandi. U Shirinning videosini ko'rgan zahoti barcha diplomatik niqoblarni yirtib tashladi. Yelena va uning otasi Yamanning g'azabli nigohlariga qaramay, u aeroportga qarab uchdi. Dubay tuni endi avvalgidek osoyishta emasdi. Shuhrat shahar bo'ylab devonadek chopar, har bir ishonchli odamini oyoqqa turg'izgandi. Biroq dushmanlar juda ayyor chiqdi. Ular qo'ng'iroq qilib Shuhratning asabini egovlar, ammo manzilni aytishmasdi. Sening saltanating endi qulamoqda Shuhrat. G'irillagan ovoz telefonda kulardi. Qizing biz bilan, u sening barcha gunohlaring uchun tovon to'laydi. Shuhrat g'azabdan telba holatga kelgan. Mashinasini Dubay ko'chalarida telbalarcha haydardi. Ammo u yolg'iz emasdi. Uning ortidan bir necha 100 metr masofada hech qanday chiroqlarsiz qora mashina ergashib kelardi. Rulda Shahnur o'tirardi. Shahnur bu shunchaki oqlangan ofitser emas. U endi mafiya olamini ildizi bilan qo'porib tashlashga qasamyod qilgan qasoskorga aylangandi. Uning jim yurganining boisi bor edi. U yillar davomida singlisining o'limiga sababchi bo'lgan o'sha dahshatli jinoiy guruh, Shuhratning tog'asi va bobosiga aloqador sindikatning izidan tushgandi. U uchun Shuhrat shunchaki raqib emas, balki bu jinoiy imperiyaning markaziga olib boruvchi yagona yo'lak edi. Sening o'yining tugayapti Shuhrat, deb pichirladi Shahnur. Ekrandagi maxsus kuzatuv datchigiga qarab, sen meni qizni o'g'irlagan qabristonga olib borasan. Shu payt Shuhratga yana qo'ng'iroq bo'ldi. Bu gal manzil aytildi. Shahar chetidagi tashlab ketilgan, qum ostida qolgan eski zavod hududi. Shuhrat mashinasini o'sha tomonga burdi. U o'limga tik borayotganini bilsa-da, Shirinning ko'z yoshlari uchun butun dunyoni yoqishga tayyor edi. Shahnur esa aloqa vositasini yoqdi. Sanjar, men nishondaman. Ular zavodda. Biz qizni qutqarishimiz, Shuhratni esa tiriklayin o'sha yerdan olib chiqishimiz kerak. U hali bizga sindikatning kattalarini tutish uchun kerak. Zavod binosi zulmatga burkangan. Atrofda qurollangan soqchilar ko'rinardi.
Shirin bino ichida kursiga bog'langan holda o'zining najotkori kelishini kutardi. Ammo u kim kelishini bilmasdi. O'zini himoya qilish uchun Italiyadagi taxtga o'tirgan eri Shuhratmi yoki adolat va qasos o'ti bilan yonayotgan sobiq kuyov Shahnurmi? Shuhrat mashinasini omborxona eshigi oldida keskin to'xtatdi. Uning qo'llari titrar, yuragi ko'ksidan chiqib ketgudek urardi. Ichkariga bostirib kirarkan, uni kutilmagan manzara qarshi oldi. Hamma yoq qon va sovuq murdalarga to'la edi. Dushmanlari hali nima bo'lganini anglashga ulgurmay, professional darajada mahv etilgandi. Shuhrat sarosima ichida Shirin deb baqirdi. Ammo unga faqat devorlar aks sado berdi. Aslida esa Shuhrat yetib kelishdan bir necha daqiqa oldin bu yerdan boshqa bir ovchi hukmronlik qilgandi. Shahnur Shirinni o'sha iflos qo'llardan qutqarib, uni omborxonaning xoli zimiston burchagiga olib o'tdi. Shirin qo'rquvdan qaltirar, ko'z yoshlari yuzidagi changga qorishib ketgandi. U qarshisida o'zining sotqin deb bilingan sobiq qaylig'ini ko'rib, nafasini ichiga yutib yubordi. "Qo'rqma Shirin", dedi Shahnur. Uning ovozi sovuq, ammo ishonchli edi. U qizning qo'lidagi arqonlarni pichoq bilan kesib tashladi. "Men senga ozor bermayman." Ular o'rtasida bir necha daqiqa davom etgan sirli va og'ir suhbat bo'lib o'tdi. Shahnur unga Shuhratning aslida kimligi, singlisining qismati va bu qonli o'yinning asl maqsadi haqida shunday haqiqatlarni aytdiki, Shirinning dunyosi ostin-ustun bo'lib ketdi. Bu gaplarni hozircha hech kim, ayniqsa Shuhrat bilmasligi kerak, dedi Shahnur qizning ko'zlariga tik boqib. "Agar yashashni istasang va haqiqat qaror topishni xohlasang, menga qasam ich, hech narsa demaysan." Shirin chorasizlik va eshitganlarning dahshatidan titrab qasam ichdi. Shahnur uni omborxonaning orqa tomonidagi maxfiy eshikdan olib chiqib, xavfsiz joyda qoldirdi-da, zulmat ichida g'oyib bo'ldi. Birozdan so'ng Shuhrat omborxona ortidan qaltirab o'tirgan Shirinni topib oldi. "Shirin, Xudoga shukr." Shuhrat uni bag'riga bosdi. Qizning sochlarini silab, tinmay o'pardi. "Kim qildi buni? Seni kim qutqardi?" Shirin uning quchog'ida turib, ko'zlarini yumdi. Uning vujudi hali ham muzdek edi. U hozirgina o'zi uchun eng yaqin bo'lgan inson, eri Shuhratning eng katta dushmani bilan qasam ichganini va dahshatli sirlarni bilib olganini o'ylardi. "Bilmayman. Men hech kimni ko'rmadim. Hamma yoq qorong'u edi. Ular bir-birlari bilan otishib ketishdi. Keyin kimdir meni bu yerga olib chiqib qo'ydi." Shirin Shuhratning ko'zlariga qaray olmasdi. Uning qalbida endi nafaqat qo'rquv, balki Shuhratga nisbatan ulkan bir shubha va Shahnurga berilgan qasam bor edi. Ular yana birga edilar, ammo oradagi ishonch devori Shahnurning birgina suhbati bilan dars ketgandi. Shuhrat Shirinni bag'riga bosgancha bu xatarli shahardan imkon qadar tezroq uzoqlashishni o'ylardi. Dubay endi ular uchun jannat emas, balki qopqon edi. Biroq u Shirinning qalbida qanday bo'ronlar quturayotganini, uning nigohidagi o'sha ma'yus sukunat ortida Shahnurning so'zlari yashiringanini sezmasdi. Ertasi kuni tongda aeroportning xususiy terminalida og'ir xayrlashuv damlari boshlandi. Charosh Shirinni mahkam quchoqlab, yig'lashdan o'zini to'xtata olmasdi. U dugonasining boshidan o'tgan o'sha dahshatli tundan so'ng uni yana xavf-xatarlar o'chog'iga, Italiyaga ketayotganidan xavotirda edi. "Shirin, iltimos, o'zingni asra. Nimadir bo'lsa darhol xabar ber. Biz sening baxtli bo'lishingni xohlaymiz. Faqat xavfga yaqinlashma." Yasin esa Shuhratning qo'lini qattiq qisib, unga jiddiy nigoh bilan boqdi. "Uni asra do'stim. Bu har safar xato qilishga haqqing yo'q. Italiyadagi vaziyat oson emasligini bilaman. Lekin Shirin senga hamma narsadan ko'ra ko'proq ishonadi." "Bilaman Yasin. Hammasi uchun rahmat", dedi Shuhrat va ortiga qarab oppoq kelinlik libosda emas, balki g'amginlik libosga burkangan Shiringa ishora qildi. "Ketishimiz kerak." Ular samolyot Pilla aeroportlaridan ko'tarilarkan,
Shirin so'nggi bor Dubay osmoniga qaradi. Bu yerda u baxtning eng yuksak cho'qqisini ham, qo'rquvning eng tubsiz jarini ham ko'rdi. Eng muhimi, u bu yerdan Shahnurni o'zi butunlay boshqacha deb o'ylagan sotqinni ko'rdi. Uning pichirlab aytgan gaplari: "Ering sen o'ylagan qahramon emas. U qasos uchun yashayapti Shirin. U o'zining oilasini vayron qilganlar bilan bir dasturxonda o'tiribdi" degan so'zlari qizning qulog'i ostida tinmay jaranglardi. Samolyot havoga ko'tarildi. Shuhrat Shirinning qo'lidan tutib, uning boshini yelkasiga qo'ydi. "Hammasi yaxshi bo'ladi. Italiyada yangi hayot boshlaymiz. U yerda seni hech kim xafa qila olmaydi", dedi u ishonch bilan. Shirin esa indamay ko'zlarini yumdi. U hozir yangi hayotga emas, balki yanada chigal sirlar, Yelena kabi raqiblar va Shahnurning qat'iy qasosi kutilayotgan Italiya tuprog'iga qarab uchib borardi. U qasam ichgandi gapirmaslikka. Ammo bu sir uning qalbini ich-etidan kemira boshlagandi. Shu daqiqalarda Italiyaning Sisiliya oroli qirg'oqlaridagi hashamatli villada Yelena qo'lidagi qora atirgulni bitta-bitta yulib yerga tashlardi. U kundoshining kelishiga tayyorgarlik ko'rgan, ammo bu tayyorgarlik mehmondorchilik uchun emas, balki raqibiga zarba uchun edi. Italiyaning havosida nafaqat dengiz ifori, balki xiyonat va xavf nafasi ham bor edi. Shuhratning dabdabali villasi Shirin uchun jannat emas, balki qalbini pora-pora qiladigan do'zaxga aylangandi. Rashk olovi va yashirin burch. Villaning ostonasidan xatlab o'tar ekan, Shirinni baland po'shnali tuflilarning shaqillashi va sovuq bir qarash kutib oldi. Yelena o'zining barcha takabburligi bilan Shuhratning yoniga kelib, uning qo'lidan tutdi va Shiringa zaharli tabassum hadya qildi. "Xush kelibsan, kichik xonim", dedi Yelena kibr bilan. "Shuhrat sening kelishing haqida aytganda, umid qilamanki, bu uyda o'z o'rningni bilib yashaysan." Shirinning boshi aylanib, dunyo ko'ziga qorong'u bo'lib ketdi. U Shuhratga qaradi. Uning yori, sirdoshi, yagona baxtim degan insoni hozir boshqa bir ayolning yonida aybdordek bosh egib turardi. Rashk va nafrat Shirinning vujudini bir lahzada o'rtab yubordi. "Bu nima degani, Shuhrat?" Shirinning ovozi faryodga aylandi. U xonadagi qimmatbaho vazani yerga urib sindirdi. "Meni Dubaydan mana shu sharmandalik uchun olib keldingizmi? Men sizning nikohli xotiningizman-ku. Nega bu ayol sizning yoningizda? Nega u sizga buyruqomuz gap qilyapti? Menga nimadir tushuntirmoqchi emasmisiz?" Shirin bunday xo'rlikdan o'zini batamom yo'qotdi. Shuhrat qizni tinchlantirishga urindi, ammo Shirin uni yaqiniga yo'latmadi. U xonalarning biriga yugurib kirib, eshikni ichkaridan qulflab oldi. U yerga o'tirib, unsiz o'kirib yig'lardi. Rashk uning ich-etini timtalar, Shuhratning har bir so'zi endi yolg'ondek tuyulardi. Biroq uzoq davom etgan yig'idan so'ng Shirin sekin o'rnidan turdi. Uning ko'zlaridagi yosh o'rnini sovuq bir qat'iyat egalladi. U Shahnurning Dubayda aytgan gaplarini esladi. "Sen u yerda mening ko'zim va quloqim bo'lishing kerak. Shuhratning har bir qadami, sindikatning har bir siri menga kerak." Shirin endi shunchaki rashkdan yonayotgan ayol emas. U bu shaharning josusiga aylangandi. U Shuhratni hali ham jondan ortiq sevar, uni Yelenaga berib qo'yish fikridan aqldan ozdirardi. Ammo endi uning zimmasida Shahnurga berilgan qasam va adolatni qaror toptirish burchi bor edi. "Chidashim kerak", deb pichirladi u ko'zgudagi aksiga qarab. "Shuhratni qutqarishim uchun, bu qonli o'yinni tugatishim uchun chidashim kerak." Bu xonadan chiqdi. Shuhrat koridorda kutib turgandi. Shirin uning ko'zlariga qaradi. Ularda sevgi bor edi. Lekin bu sevgi endi jinoyat va xiyonat bilan qorishib ketgandi. Shirin unga yaqinlashib, sovuqqonlik bilan dedi: "Mayli Shuhrat, men siz bilan qolaman.
Ammo bilib qo'ying, bu uyda bo'ladigan har bir ish uchun javob berasiz. Shuhrat xursand bo'lib, uni bag'riga bosdi. Lekin Shirinning nigohi uzoqlashdi. Shahnur kutayotgan adolat tomoniga qadalgan, kelajakdagi ochiqlanadigan haqiqatlarda edi. Italiyadagi hashamatli villa endi go'yo suv quyilgan qozondek ich-ichidan qaynardi. Shuhrat bu ikki ayol o'rtasida qolgan har bir qadami pichoq uchida turgandek edi. U birini chin dildan sevar, ikkinchisiga esa hayoti va taxti bilan qarzdor edi. Shirin uchun tonglar endi quvonch bilan emas, balki yurakni tirnaydigan rashk bilan boshlanardi. Har safar nonushta stoliga o'tirganda ro'parasida o'ziga kibr va g'olibona boqib turgan Yelenani ko'rish uning uchun o'limdan battar edi. Bugun Shuhrat bilan otamning qarorgohiga boramiz, derdi Yelena Shirinning ko'ziga tik qarab, barmog'idagi dabdabali uzukni o'ynatib. Biznes va ittifoq masalalari, buni sen tushunmaysan Shirin. Sen shunchaki uyning bezagi bo'lib qolishingga to'g'ri keladi. Shirinning barmoqlari dasturxon ostida musht bo'lib tugilardi. Uning ichida bo'ronlar ko'tarilardi. Bir tomondan Shuhratni bag'riga bosib, hech kimga bermaslik istagi. Ikkinchi tomondan Shahnur yuklagan og'ir vazifa. U erini rashk qilib yonsa-da, uning har bir so'zini, kim bilan gaplashayotganini josuslik ko'zi bilan kuzatishga majbur edi. Yelena ham baxtli emasdi. U Shuhratning qalbini emas, faqat tanasini va ismini sotib olganini yaxshi bilardi. Tunda Shuhratning xonasi oldidan o'tayotib, uning Shirin bilan pichirlashib gaplashganini, Shirinning kulgusini eshitganida Yelenaning qalbida qora nafrat uyg'onardi. Sen baribir uning ko'ngliga kira olmaysan, Yelena, deb pichirladi Shirin bir kuni koridorda to'qnash kelishganda. Uning ovozida ilk bor mag'rur bir ishonch bor edi. Sen uning taxtiga, u esa sening kuchingga muhtoj. Ammo tunda u faqat mening ismimni aytib uxlashini ikkalamiz ham bilamiz. Yelena qizning yuziga tarsaki tushirishdan o'zini zo'rg'a tiyib qoldi. Ko'ramiz Shirin. Bu qonli dunyoda sevgi emas, kuchi g'olib chiqadi. Sening sevgining tez orada mening ko'nglimda butunlay o'yinchoqqa aylanadi. Shuhrat esa kechalari ikki olov orasida qoladi. Bir xonada uni beg'ubor muhabbat va Shahnurning soyasi bilan to'lgan Shirin kutsa, ikkinchi tomonda uni qonli ittifoq va majburiyatlar zanjiri Yelena kutardi. U Shirinni asrash uchun Yelenaga yaqinlashishga majbur. Lekin har safar Yelenaning qo'lini tutganida Shirinning ma'yus nigohi uning qalbini pora qilardi. Bu uyda endi sukunat ham og'riqli edi. Har bir qadam, har bir nigoh va har bir so'z rashk olovi bilan sug'orilgan. Shirin josuslik niqobi ostida Shuhratning ish kabinetiga kirish yo'llarini qidira boshladi. Uning maqsadi Shuhratni bu botqoqdan qutqarish uchun hujjatlarni topish edi. Ammo rashk unga tinchlik bermasdi. U erining Yelenaga yaqinlashishga toqat qila olmas. Har safar ularni birga ko'rganda qalbi ming bo'lakka bo'linib ketardi. Bu uyda kundoshlik jangi endi ochiqchasiga go'zallik va ehtiros maydoniga ko'chdi. Har ikki ayol ham Shuhratning nigohini o'zida ushlab qolish, uning qalbini zabt etish uchun bor latofatini ishga sola boshladi. Axir ayol kishi uchun erini boshqasiga berish, jonini berish bilan barobar edi. Kechki ovqat payti villaning dabdabali zalida g'alati bir muhit hukmron. Stol atrofida nafaqat ovqatlar, balki ikki xil olam, ikki xil go'zallik to'qnash kelardi. Yelena o'zining yevropacha kibrli latofati bilan Shuhratni hayratda qoldirmoqchi bo'ldi. U igniga qora, tanasiga yopishib turgan, yelkasi ochiq qimmatbaho libos kiygan. Uning bo'ynidagi brilliantlar sham yorug'ida xuddi uning sovuq nigohidek chaqnaydi. Har bir harakatida men bu yerning malikasiman degandek mag'rur o'tirar, Shuhratga sharob quyib berarkan, barmog'ining uchi bilan uning qo'liga ataylab tegib ketardi. Bugun sening sevimli taomingni shaxsan o'zim nazorat qildim, dedi Yelena ovozini mayillashtirib.
Senga Italiya taxtlaridan bahra olishingni xohlayman. Ammo Shirin taslim bo'lishni istamasdi. U o'zining sharqona ma'sumligi va go'zalligini qurol qilib oldi. U egniga havorang, nozik ipakdan tikilgan libos kiygan bo'lib, bu kiyim uning beg'uborligini yanada bo'rttirib ko'rsatardi. Uning qora sochlari yelkasiga yoyilgan, yuzidagi ma'yus tabassum esa har qanday erkakni eritib yuboradigan darajada edi. Hikoyani davomini birinchilardan bo'lib tinglamoqchi bo'lsangiz, hoziroq kommentariyada qadab qo'yilgan link orqali o'tib, Telegram sahifamizga obuna bo'ling.